Assalamu alaikum. Barlıq Şərq Türkistanlı qarindaşlarım, Uyğur qarindaşlarım. Uzun oldu mən sizlər bilən görüşənməklə. Sizlərə salam və ali ehtiram. Mənə gün oldu. Özünlə bilirsizlər bir ciddiçiliklə işə kirib qaldıq. Şu doğruluq sizlərə bir azraq gəp qılmaq istəyirəm. Biz müşədə 20'den artıq adam, bütün siyasi təşkilatların həmmisi şu Afrikaga ötken bir qarindaşımızın hayatının təhdid astıda qalğanlığını anlap, bu yine Amerika Təşqi İşlər Ministeri Ağsaray, o yine Avrupa Parlamenti, Avrupa'daki təşkilatlar, bu yine kişilik hukuk təşkilatlar, bu yine jurnalistler. Gollandiya, Muş Sadık Can'dan tatıp. Germaniya, Ferhat Yorunkaş'tan tatıp. Amerika, Muş Tahir İmin ve kişilik hukuk təşkilatındaki Ömer Kanat, Mao, radyodaki Gülçehre'nin yoldaşı Arslan ve onundan başka yani Türkiye'nin özü de ve sırtı da bütün teşkilatla ama şahsi hemimiz internetin oldu da oturup ben telefon bilen keş gündüz akşam uykumunu taşıdım karındaşlar. Muş taraptım telefon kevatıdı. Anı tuttu, anı ağzır çıkırıp ötüdü. Biz ötkende özünle birisle bir 4 balı doğrulup muşundaq para kendi olgandık. Onun aldı da biz Katar'daki bir qarindaşımızla Amerika'ya əkegendik. Yani biz sizlerini ayıplameymiz. Nemiş ki kaçtınlar, nemiş ki bunda kılısılar da. Türkiye'de qandaq ahvalda turvatqadınlarını bilimiz. Təhdid astıda yaşavatqanlığını bilimiz. Bəzəllərinin nəhayət yaxşı yaşavatqanlığını bilimiz. Türkiye bizden qarindaşımız. Türkiye hükümeti hiç kaçan Uygur'un hiç kasını bir nabıt kılmaydı da işinimiz. Lakin arlıqda bizninki 70'e yakın qarindaşlarımızdan Xitayga qaytırılganlığını ve şunun içinde Zinnet Gül degenin bizge paş olup tutulgandan keyin biz oturup жүгіріп çıkkandan keyin biz Türkiye'de mi qarindaşlarımızdan tehdit astıdı ekenligi. Yani kançı 100 qarindaşımızdan, kançı minlarca qarindaşımızdan məxfi turumlarda ketiyatqanlığını guman kuvvetimiz. Biz bunu gumanını kılmadık diyemeyimiz. Biz bulanı izdevatımız hazır. İzdirgini kuvvetimiz. Her bir Türkiye'de yaşavatkan məli-məlideki qarindaşlarımızın adamla arkalıp özünün etrafında kimini bildi, kim yokap ketti. Bu derslerini biz sürüşlü kuvvetimiz kardeşimiz. Lakin muşu jaryanında aşağıda silahını turmudikilerge, lagirdikilerge seliştiği vaxtıda 3 vaxt tamıqınla bak qarindaşlar. İş bulmağanda Türkiye'dekiler pul veremiz mi? Türk halkı sizlerge aş, un, guruş, goş yetkisi berbatıdı kardeşlerimiz. Açtan ölüp kalmaz. Muşu hazır sizler için etki vaxtıda bizning muşu devrimizdeki Hitler kırgınçılık kığa vaxtıda Yahudilerin sergandarçılıktaki hayatıga okşaydıgan hayatının baştan geçirvatımız. Biz 3 vaxt tamaq yeli sakla kağa vaxtımızı vatandakilerini kutkuzucu sarf kılıdıgan vaxtımız bizninki. Hemmimiz uyul taşta uyuşturup birlikte lagerini kanda kutuldurumuz, vatanını kanda kolga alımız, deydiğe vaxtımız. Hazır bütün dünyadaki qarindaşlarımız biz kısaskar. Biz her birimiz mingden Uygur'un kısasının cevabını Xitay hükümetinden hem hakimiyetinden hem bizim qarindaşlarımızga kamçı sağan, kol sağan kıyınğanlardan bir kısas aladığan özümüzde terbiyeleydiğe vaxtımız qarindaşlar. Şunun için biz teşkilatla aldığın sepki çıqqanlar men hiç kaçan bir Uygur'umuzdan hazır halak buluşunu, yokuluşunu, bir Uygur'umuzdan azap okubat tatışını biz halamayız. Çünkü biz sizlerge muhtaç, vatandaki qarindaşlarımız sizlerge muhtaç. Biz tuğulgan ballarımızı, üsvatkan ballarımızı ana aşı kısasını eliş için terbiyeleyimiz. Aşı halkımızdan kurtulduruş için terbiyeleyimiz. Özümüzde şununla terbiyeleyimiz. Şunun için biz sizin tutulup ketişanını halamdık. Biz sizin kol gelinişini halamdık, halamayız. Siz 3 vaxt tamaq yerlikəndikin kiçikini turup tosanlar. Bulmamdı. Amerika Təşqi İşlər Ministeri, Ağsaray Kişilik Hukuk Təşkilatlar, jurnalistlar bugün kıldı, ət kıldı, ögün kıldı. Muşunda işte 10 kıtım, 15 kıtım olsa olar zeriki dokanda haq budaydı. Turup tosanmamdı Türkiye'de yolda tutulup bizim kim bula kınmaz oladı ma işini. Biz Türkiye'deki qarindaşlarımız, Türkiye'de sırtı yaşavatkan qarindaşlarımız.
Mısır'daki qarindaşlarımız, Malayziya, Tayland'daki qarindaşlarımız, Turum'daki qarindaşlarımız, Orta Asya'daki qarindaşlarımız, Pakistan'daki qarindaşlarımız ve hatta Arabistan'daki İslam devletlerindeki qarindaşlarımız, Dubai turmalarındaki qarindaşlarımız, bütün hemminlarning dunyoning hamma yerdagi qarindoshlarimizni mushu bexatar rayonga yetkazish uchun biz doklad tayyorlab Amerika hukumatiga, Amerika tashqi ishlar ministriga va kishilik huquq tashkilotlariga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga dosya topshiryapmiz qarindoshlarimiz. Biz buningda bizning oldimizda bir pakt bor. Tibetninkini buningdan 10 necha yil, 20 necha yil burun bütün mushu Dalay Lama Nobel mukofoti elishning oldi kaynida qonun ma'qullab Amerika 60 mingdek odamni, 100 mingdek odamni ish qilib, yomonchi odamni Yevropa, Avstraliya, Kanada, mushu Amerika qit'alariga, shu bexatar rayonlarga taqsim qilgan qarindoshlar. Biz hozir shu siyosatni bizga bering. Bizning xalqimiz ham ichida o'lib, ham Suriyaga berib, uyada o'ldi. Necha 10 ming odam savdogarlarning qo'lida, ham aldamchilarning qo'lida. Bularning 5-chi yuyib kichik bolalarimizni, xonimlarimizni shunday qilib Suriyada hozir 2 ming odamimiz asirda yetyapti. Hem hozir shunday xatar ostida, ham ikki xil tahdid ostida, birisi Xitoyga maxfiy chiqarish tahdidi ostida, ikkinchisi tashkilotlarning o'ch elish, tashkilotlarning o'zining nodonligidan o'ziga yaqin o'tgan odamlar bilan yaxshi o'tgan odamlarga iqomat ettirib, pasport ettirib, boshqa o'ziga qarshi tashkilotlarga burun aralashib qolgan yoki o'zini xolimiga ya tanqidlab qo'yganlardan o'ch elib turmaga tashlaydigan, ularni turib uningdagi iqomatini bermaydigan, ularning iqomatlarini oqiga so'zib o'tadigan, ularni chiqishtirib Turkiyaning turmalariga tashlatib, oqidan o'zi qutuldirib chiqib, ularni so'zlatadigan ahvollar yuz beryapti. Shuning uchun mushu tashkilotlarga biz hozir ishlanmayapmiz. Bir necha tashkilotlarda shunday kamchiliklar bor. Burun qismi bor bu kamchilik, hozir qismi bor bu kamchilik. Shuning uchun tashkilotlarning shunday shaxsiyatchiligi, tar ko'z qarashlari, saviyaning tuvanligi, bu til kuchini Xitoyning o'ziga qaratmay, o'zining ishidagi qarindoshlarini ranjib qolsa, ash ishni qilayotganliklarini hammani biz inkos qilyapmiz qarindoshlar. Shuning uchun mush kechish masalani bexatar rayonga yo'tkilishinglarni to'smoqchi emasman. Yo'tkilinglar. Lekin xatarlik rayonlarga Afrikadagi yerlardan sizlarni qutuldirmoqimiz baktas. Yerimi qutuldurdikmi yerda? Ma ballar o'zining do'stlari maxsus bir guruh quyurib, mushu o'ttirdagi fidoyilar maxsus guruh qurib, mushu Afrikadagi odamni qutuldirish guruhi qurib, shundoq tasdiqda qutuldi. Qarindoshlar, endi bunda xatarlik rayonlarga o'zinglarni otmanglar. Tranzit qilib o'tgan vaqtinglarda xatarlik rayonlar bilan mangmanglar. Uyada tutulib qolsanglar, qutuldira oldik. Keyin g'arb davlatining siyosiy organlari zerikib, sal qarab qolsa, biz qanday qilamiz qarindoshlar? Bir Uyg'ur kassa siz bir o'zingizdan o'ylamang, necha million Uyg'urning beshiga chiqsiz siz. O'zingizning nafsingizni deb necha million Uyg'urning beshiga chiqsiz. Hem chet eldagi Uyg'urlarni vayron qilasiz, hem dunyoda Uyg'ur davosini nobud qilasiz, hem Xitoyga borgandan keyin bizning qarindoshlarimizning oldiga olib sizni sazoy qilib oyadikining ro'yini o'ttirdi. Hozir Turkiyada ketkazib o'tgan Zinnatgul va Zinnatgul qatoridagi qarindoshlarimiz qanchalik azob tatqanda sirt oyadagi qarindoshlarimizdan qanchalik vayron qildi bilamsiz? Bu nihoyat cho'ng siyosiy o'yin. Şuna ben sizge qarindoshlarımga tavsiyalarim, biz sizlarning yo'lingizlarni mingyapmiz. Xudoyim bursa sizlarni bexatar rayonga, Turkiyada turayotganlarni, Suriyada turayotgan O'rta Osiyo va dunyoning ham yerida turayotgan Tayland va Pokistondagilar hammanglarning ayrim ahvoldagi ayrim odamlarga mingyapmiz. Biz avo necha bolasi bilan qechib turayotgan qarindishimning yo'lini mingyapmiz. Ve onundan başkalarınınkini mingyapmiz, Mısırdakilarni mingyapmiz. Biz kılıvatımız. Bizning xizmatimiz şu. Onu qilmasak hem vatan lagirdakilarni, hem aşu aktif bağallarni, hem ölüm aldida tuğallarni, hem ziyolilarni, hem sizlarni qutuldurmasak biz bu yerda nimish o'tiramiz? Allah bizni urdi. Vicdanımız bizni urdi. Bunda üstelge kelip o'ltirib siyosat qildim deb sizlarni qutuldiradigan ishni qilmasak, biz o'zimiz yuzgelenmaymiz, hem o'zimizni biz kechirmaymiz. Biz hem işimizden keçip, qo'sqimizga yeydigan nenimizni qo'yib, pul topadigan ishimizni qo'yib, bu yerda o'tirgandan keyin shu sizning ishingizni qilamiz. Biroq siz bizga moslashib bering.
Bunun için bunda xatarlik rayonlardan ötmeng. Endi bundan keyin xatarlik rayonlardan ötüp Afrikada, Rusiyanın chegarasining atrofida mushundaq biz qutqizolmaydigan yer berib qilib, tutulib qilib birnim bo'lsangiz, millat sizga nalat qiladi, biz ham yo'lingizda mangmaymiz. Şunu ben bugün agalandırış berip koyay dep mana dedim. Ma qarindoshlarimning ishi yaxshi hal bo'ldi. Necha vaqtdan biz demaganligimiz uchun buningdan burun mangallarni biz tanqidlamaymiz, xushmaslik bo'lgan. Buningdan keyin biz bugün dep qo'ydik. Bexatar rayonlar bilan atlab o'ting. Agar shundaq hayotingiz Turkiyaning ichida yo boshqa yerlarda tahdid ostida qolgan bo'lsa, bexatar rayonlar bilan o'ting. Qochadigan yeringizga. Biz hozir Qashqarlarni ayıplaydigan vaqtimiz emas. Aş Hitler qirganda Yahudlumu xuddi bizga o'xshash qora yo'l bilan, oq yo'l bilan, seriq yo'l bilan, ko'k yo'l bilan dengizlarni o'mlab yurib, piyoda yo'llar bilan o'tgan. Ey jinim qarindoshlarim, biz hozir shunday sharoit ostida. Sizni ayıplaydigan haqqim yo'q mening. Sizning bilishingiz shunchalik, qanday qilsam jinimni qutuldiraman. Bir oilamga qital pul tepib beraman. Bu sadaqami goy bizning qo'limizga tegadi, goy tegmaydi. Şunun için bu sadığının mı ilgisi aladı biz tegmey qağallar. Biz cenimizin bakıdığını ya görüp. İşlep mi cenimizden bakan mavatımız? Bazen oylap bakın Türkiye'de sizin ayıplaydıgan nime hakkım var. İşleş ruhsu yok. Birisinin bir kızı işlepken işleş ruhsu yok. Apırıp bir iş gün solap koluğu berip do. İşleydiyse işleş ruhsu bulmavassa. İkametlisi ikamet bulmavassa. Bizim adamlarımız pasportsuz kaçıp çıkan tosa, pasportsuz kaçıp çıkanlara ikamet verilmesi aslında birleş gerek. Her xil banalar bilan ularning iqomati bo'lmasa, u bicharalar qanday qiladi? Shu qochidi, yo bo'lmasa turma kirib yotadi. Shuningga Turkiya turayotgan tashkilotlar, siz bu masalalarni hukumatga uqtiring. Pasportsiz chiqqanlarga Turkiya pasporti va iqomati berilsin. Turkiya bizning davlatimiz, ikkinchi davlatimiz, qarindishimiz, ham borlig'imizni Turkiyaga ataymiz degan gaplarni anglagan ekansizlar. Sizlar buni Turkiya hukumatiga men iltimos qilaman. Yevropa elyapti bizni. Pasportsiz hech qanday nemisi yo'q kelgan Uyg'ur qechib kelib, hech nimam yo'q desa, pasport, iqomat beryapti. Turkiya siz nima shunda bermaysiz? Turkiya sizmi bering? Siz bizning qarindishimizkansiz, sizmi bering? Suriyada yetayotgan 700 ayol 1300 narisiydi balını qutuldirib keling. Siz chegarani to'sqan bo'lsangiz, shu vaqtida tadbir ishlatgan bo'lsangiz, ashlar o'tib ketmaydi. Bizning 20 mingdak farzandimiz Turkiyada o'lmaydi. Bu Xitoyning qora qo'li bilan ular chiqatdi. Ular Xitoyning qora qo'li bilan chiqib berib o'ldi. Meni qandoq musulmon emas demsiz? Yana bir nima demsiz? Qandoq ayiblisiniz? Ayiblanma. Haq gapni qilma. Allohning eng pokiz musulmoniman. Turkiya sizmi? Sizgimi Turkiya hukumatiga iltimos qilma, ham o'zimning fikrimni yetkazma. Şu vaqtida chiqib ketgan odamlarda sizning mas'uliyatingiz bor. Mening Misrdagi qarindoshlarimni akib berim, chegarani echib etim. Mening Suriyadagi qarindoshlarimni akib berim. Xatolik buni o'zingizning turmingizga solab, o'zingiz jazolab, beshini yuvib, o'zgartib chiqib qo'ying. Ular 16 yoshlik bolaning saviyasidagi odamlar, ularni Xitoy maxsus o'zining jasuslarini chiqarib, beshini yuvib, aşağıda açık məxsus dinde okutub tərbiyəlab, olanı dini olma qılıb, alanın beşini yuyub, əkilib Suriye'ye apırıb öltəgizdi. Əsli Şərq Türkistan'da ölüdüğün ballardı o. Aş cinini vətənimdə berətdi, xalqı üçün berətdi. Muş işlər həmiz buzulub getdi. Şunun üçün mən Türkiye hökumətinə şunu iltimas qılıma. Menin xalqımga iqomat bering, arablarga berganda. Pasport bering. Anda ma'rif jamiyatidan boshqa jamiyatga borsam, sana pasport bermaymiz, iqomat bermaymiz debsiz. Faqat ma'rif jamiyatining tunishtirishsiz sizlarga hech kim berilmaydi debsiz. Men 50 odamdan angladim bu gapni. Ma'rif jamiyati sizmi oldingizga kelgan. Hammasi ma'quldan. Hammasiga epbiring. O'xshash qarang. Allah sizden razı olsun. Biz sizge şunçilik hukukunu bergeniga Türkiye hükümetiga rahmet etimiz. Aşna hukukunu bergeniken siz mi kan koyutum? Kan kosak olun, kechirimchan bulun. Peygamberimnin karakterini ve hadislerini bizge ügütüvatısız, özünüz mü ügünün. Kardeşim, öç amman. Biça Uygurlardan Xitay öç asa, siz öç asınız, men öç asam. Ulan ne vardı o canım kardeşim? Eğer sizmiş Amerika'ya kep kalsınız, siz beni urgallarınız kelsiniz, men öç ammayma, bağırımı alıma.
Biz bir-birimizga aşnaq olaylı. İttifaqlaşımız degan gapni hamma odamga yezivatsız her gün devatsız. Aşını aval siz icra qilin. Men icra qilay. Men kechirdim oldimga dunyo o'rqutdim. Qaysi kelsa mening bag'rim uchuq. Men quchoqlayman, ularning bag'riga kirma. Oldimga ma'rifdan kim kelsa, mening bag'rim uchuq. Men quchoqlayman, ularning bag'riga kirma. Olmalardan kim kelsa, aş palani vaqt anda degan demay, xatolashmagan bir Allah, bende degan xatolashdi og'zimda har qanday gap chiqayotgan bo'lsa, necha qitim kechirim so'radim. Keçirip birbirimizni quchoqlaydi. Hozir zodi keçirip birbirimizni quchoqlaydigan vaqtimiz. Mas surgunda hukumat degandin boshtiga og'rib ketdi deb tomosha ko'ryapti. Tomosha ko'mak ittifoqlashtiring bir yerga. Bir hukumatni hech qaysini e'tirof qilmaymiz. Uch hukumatning birini e'tirof qildigan odam yo'q bu dunyoda. Uchinchisi e'tirof qilmaymiz. Uchi birlashganda biz e'tirof qilamiz. Uchi birlashib bir yerda yig'in ochsin. Mana biz to'pida turamiz. Yig'iniga qatnashib, ash saylamda ash uchining uchinchisi saylansiz biz shuni prezident minister deb e'tirof qilamiz. Agar unda qilmay, onu ayaga berib, o'zi bir prezident saylab, 20si 30 odamni akilib, "Maykilingiz mening ichim kiring" deb, mayada bir prezident saylab, 30 ayaga berib qilsak, biz uchinchisini e'tirof qilmaymiz. Men bugun universal so'zladim. Birinchi qochoq masalasida so'zladim. Ikkinchi ittifoq masalasida so'zladim. Uchinchi surgunda hukumat masalasida so'zladim. Nihoyat uzun bo'lib ketdi. Gapimni anglang. Men bir yerlarga intervyu bermay so'zlayapman. İçim puşup emas, men sizga bir ders beryapman. Bir onalik suhbatim bilan bolalarımga tarbiya beryapman. Rost gapni qilyapman. Qochoqlar, sargandorlar, xotirjam bo'ling, men yo'lingizni menyapman. Bütün dünyadaki sargandorlar to'g'riliq men do'stya qilib bir necha odamni uyadim pul tilab, buyadim pul tilab, quzatdim pul elib, quzat 6 oydan bir odamlarni ishlatib, men mush ishingizni qilyapman sizningki. Allah bursa 50-60 ming Uyg'urni mush g'arb dunyosiga yo'tkaydiganni 3 yilgacha amalga oshiraman. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan umrimni bersa, 3 yilgacha lagerimi taqab ketar, vatanimni ozod bo'lib ketar. Lekin agar unda bo'lmay qolsa, mushunda qilaman deydigan umid bilan menyapman. Mening oqimdan daqilin apimizning aş yo'li hal olsun da. Hem vatanning ishi, hem dünyadaki sargandor do'stlarimning, bolalarimning, qarindoshlarimning ishini qilyapman. Bu ishning oyig'i tushidi. Xudoyim bursa, biz sizlar bilan yaxshi yerda ko'rishimiz. Gapimdan agar ayiblar chiqib qolsa, qattiq gap qilgan bo'lsam, afu so'rayman. Biz hammamiz quchoqlashaylik. Rahmat.